Mana do'stlar, yangi manzilimizga kelyapmiz. Istanbul shahridan avtobusda taxminan 1 soat 40 minutlik yo'l ekan. Do'stlar, mana Pedrolarning qarindoshlari. Do'stlar, bu yerdagi ajoyib narsalardan bittasi bu shu Istanbul Park. Nafaqat bu hayvonot bog'i va qo'shimchasiga reabilitatsionniy markaz ham ekan. Shu qarovga muhtoj bo'lgan hayvonlarga yordam berishar ekan shu yerda. Ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan organizatsiya ekan. O'sha biletlardan tushadigan pulga veterinarlarni poddержкасini hisobiga shu joy ishlar ekan. Juda ham chiroyli joy. Yaxshi kutib olishdi bu yoqda, baraka topishsin. Hamma narsa xos hayvonlarni narsalarni olib kelib beramiz deyishdi. Shu yerda video qilishga alohida. Do'stlar, mana ancha odam kutib turibdi. Ayog'i yoniga kirish mumkin. Rasmga, videoga tushish. Kichkina bolachalar ham kiryapti. Вообще marketing juda yuqori darajada ekan. Semishga chaqirdi. Semishga. Yoshligidan o'rgangan. Qoyil qoldim ayiq semishga chaqirdi. Do'stlar, mana Bengal mushiklari. Turkiyada Bengal mushiklarini boqish davlat tomonidan taqiqlangan ekan. Bu joyda shu marketing juda ham zo'r yo'lga qo'yilgan ekan. Ya'ni odamlarni 1,5 soat, 1 soat 40 minut shu yoqqa yurib kelishi uchun juda ham qiziq programmalar tayyorlangan. Odamlar keladi, действительно odam ko'p. Yenkadan chiqqan ekan. Do'stlar, kelishi maslahat beraman. Video mu gidiyor kardeşim? Böyle insanlar ile de çekip görür müsün? Dur burayı.
Istanbul Parkni administratsiyasiga juda ham katta o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Juda chiroyli kutib olishdi. Hamma ko'riladigan, boriladigan hamma sharoitlarni yaratib berishdi. VIP qilib berishdi desa ham bo'ladi. Do'stlar, Istanbul Parkdagi syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamma qarashganligi administratsiyaga kattakon rahmat. Juda ham operativni yordam berishdi, kutib olishdi. Hammasi zo'r, yuqori urinli. Do'stlar, Istanbul Parkdan bo'lgan vpechetleniylar juda ham zo'r. Juda ham sokin, chiroyli joy ekan. Albatta kelishni maslahat beraman. Havosi toza. Shahardan avtobusda 1,5 soatlik yo'l.